shipirishimiz shartmi? Nima qilibdi? Baribir uxlamayapmiz-ku. Bundan ko'ra suv olib chiqing. Endi nima qilib qo'ying? Uydan bir qadam ham chiqmaysan, men ruxsatimsiz. Boshingda yering bor bundan buyoqqa. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. O'zi xotin mashina boshidan qot tushish kerak-da. Bu qulog'i orqasidan quyosh ko'rinadigan bo'lib qolibdi. Yangi uylandingizmi deyman? Ha. Haqiqatan odam uylangandan keyin yosh ko'rinadigan rostmi deyman? Ha, aka bola. Yangilik yo'qmi? Qayerda hali 2 kun bo'layapti to'yimga. Shu bo'g'im odamlar ham. Otkir aka, yangilik yo'qmi? O'zi yangilik bo'lganga bir uzoq 2-3 yil bo'lyapti. Hozir bir urma uydan yangilik yo'q qolasan. Qurib uydan. Shu yangilik qilamanmi deyman. Qori dedim men senga basharang buzib qo'yaman. Aka bola. O'ylada? Ko'p kunduz kuni, yana shu bo'lyaptilarmi? Ha? Ama siz uylanganingizdan beri so'nish cho'chiga g'ir aylanib yotdi-yu, bu oilaviy byudjetga ziyon bo'lyapti-yu. Kommunalkalarni kim to'laydi? Katta qolaymi? Dada, men uyga ziyon emas, foyda keltiryapman. Uzcard orqali kommunal to'lovlar to'lasa, yangi mavsumda pul mukofotlar qo'yilgan. Agar Uzcarddan Uzcardga pul ko'chirma qilayotgan bo'lsam, 2 barobar pul yutish imkoniyatiga ega bo'laman. Agar kommunal to'lovlardan to'layotgan bo'lsam, 3 barobar yutish imkoniyati bo'ladi. Dada, yangi mavsumda pul jamg'armasi 1 milliard so'mni tashkil qiladi. Aksiya ishtirokchilar 25 milliondan 200 milliongacha yutib olish mumkin. Uydali. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zim ham to'lab qo'yaveraman. Onasi Yaxshimisiz? yaxshi tuzum. Bola. Orqangga qayt. Xotinga narsa tashishni boshladilar-mi? Nima u? Och, qani. Sho'rva o'tiraymi? Voy, ota o'g'il malades. Yangilik bormi deyman, ha? Kelinni yegisi keldimi? Ha, malades. Yo'q, o'zimda sho'rvadan yegim keldi-da. Voy, tupoy. Shu bekorga aylandimi, ha? Balkim ko'ngling ham aynayotgandir, ha? Gululu mama, you near me, so actually.